Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun marketing dunyosidagi eng muhim jihatlardan biri targeting kreativlar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik o'ylaydi, faqat targetingni auditoriyani sozlash yokida ularni texnический nastroykalarni to'g'irlash deb o'ylaydi. Lekin hozir 2025 da umumiy o'zi targetingda kreativlarning o'rni juda katta. Sobir, mana o'zi kreativ deganda o'zi nimani his qilasan, keyin nimani tushunasan mana o'zi? Вообще-то. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ismim Sobirjon. Hozirgi kunda videografiya va montaj sohasida faoliyat yuritaman. Xo'p, Alisher aka, umumiy kreativ haqida gapiradigan bo'lsak, kreativ o'zi nima? Bu o'sha kreativni videomi, postmi farqi yo'q, nima? O'sha foydalanuvchiga o'sha hissiyotni, bizning mahsulot bo'ladimi, xizmat bo'ladimi yoki qanaqadir filmmi, qanaqadir qisqa rolikmi, mana shu narsani foydalanuvchiga, odamga yetkazayotganda o'sha narsani hissiyotini foydalanuvchiga yetkazib berish bu kreativ hisoblanadi. Da, ko'pchilik o'ylaydi kreativ deganda bu umumiy odamlarning umuman xayoliga kelmaydigan narsalar, misol uchun hech kim o'ylab topmagan narsalar, mana shunaqa deb o'ylaydi, lekin kreativ o'zi asli nima? Kreativ kimdir mana odam hayotida nimani ko'ryapti, nima qilyapti, o'shani rolikda ko'rsa, mana oddiy misol uchun nima bo'lishi mumkin? Bozorda yuribmiz, mana yaqinda 605 agentligi kreativ qilib chiqdi. Avvalgi misol uchun paket, ko'k paket bor edi. Nomi nima edi? Agnelmi? Agnesimi, qanaqadir shunaqa. Shunaqa bitta yoshligimizda shunaqa paketlar bor edi. Mana shuni hozir nostalgiya qilib 605 agentligi mana Yandex marketingga shuni olib kirdi bozorda. Bu mana bu ham kreativda, misol uchun bu osmondan olib qilinmagan. Bu oddiy o'sha yoshligimizdagi nostalgiya bo'ldi, lekin vau. Natijasi zo'r. Odamlar aniq qotdi-da. O'sha narsani ko'rganda yoshlikdagi xotira yoki o'sha paket bilan bo'lganaqa esiga tushadi. Aygen paketi hozir. Aygen, ha, nomi Aygen. Shunaqa. Ko'k paket juda ko'p bo'ladi. Mana shunaqa kreativ deganda oddiy narsa ham kreativ bo'lishi mumkin. Bu narsa ayniqsa mana hozir kreativ deganda o'sha anaqaga kirib keldik, mana targetda. Umumiy misol uchun targetda hozir qanaqa kreativ? Reklamani ko'rganda, mijoz reklamani ko'rganda o'shani ayni o'zini his qilish kerak. Nima ko'rayotganini mijoz his qilish kerak. Da. Hozir bu narsa kreativ, misol uchun g'oya deganda to'g'risini aytadigan bo'lsa, bu O'zbekistonda lekin ancha muammoli holat, yetishmovchilik, kreativlik bo'yicha to'g'ri. Bu o'zimizda ham seziladi. Ba'zida kreativ yo'qligidan chopgan paytlarimiz ham bo'ladi. Bu narsalar bor. Buni tan olamiz. Bor narsa. Kreativ qanaqa, misol uchun kreativni o'zi ham g'oyalarni olish uchun, misol uchun qanaqadir ideyalar kelish uchun nimalarni ko'p kuzatasan, keyin senda o'sha kreativlik g'oyalar qayerdan keladi asosan? Qayerdan keladi? Xo'p, bu narsaga to'xtaladigan bo'lsak, qarang, o'zi umumiy dizaynerlarda yoki mana shu ijodkorlik sohasidagi odamlarda miyani siqib qolish, ya'ni to'pis siqib qolishi bo'lib qoladi. Ya'ni tormozlanib, kreativ bu har doim kelavermaydi-da. Ya'ni kreativ qilayotganda, misol qaysidir loyiha, qanaqadir sport kiyimlari yoki nimadir magazin uchun kreativ qilyapsiz yoki video montaj yoki deyarli post, qanaqadir rasmli post. Xo'p, ideya kelmayapti, nima qilish bilmayapsiz. Buning uchun o'zi birinchi tavsiya qilinadigan narsa ko'proq ish kuzatish bo'ladi. Behance, Pinterest mana shu kabi ko'plab deyarli hozirgi kunda Instagramdan ham deyarli kreativ uchun ideya, g'oyalarni ko'chirish yokida o'shandan kelib chiqib o'zingiz nimadir yaratishingiz mumkin. Xo'p, endi ikkinchi asosiy narsa, ko'p kishiga tavsiya qilinadigan narsa, sizda ideya kelmayapti. O'sha bilyapsiz, miya siqib qoldi-da. Bu holatda tavsiya qanaqa? O'zingiz mazza qiladigan, ya'ni ishni shunda to'xtatish kerak, kompyuterni yopish kerak, o'chirish kerak, ishxonadan chiqish kerak. Uzoqroq, ya'ni o'zingiz mazza qiladigan narsa bilan shug'ullansa odam kreativlik oshishiga anchagina yordam beradi. Misol uchun, o'zimdan kelib aytaman, o'zimda qanaqa yoki o'zim yoqtirgan qanaqadir narsani olib yeyish magazindan yokida energetik ichishda, bu ham qanaqadir mayda detalga qo'shsak bo'ladi. Uchinchisi shopping qilish. O'sha
menga qanaqadir siqilib qolgan yoki qanaqadir miya to'pitsa qilib qo'ygan paytda boraman, o'zimga yoqqan kiyimni yoki magazinda bu narsa yegim kelsa, tirsib borib olaman yoki qanaqadir shahardan chetroqga chiqib ketishga harakat qilaman. Ko'proq o'sha ideya tanqisligi bo'lgan paytda o'zimga qishloq taraflarga borib kelaman. Shunaqa. Mana hozir 2025-yil, misol uchun sohadoshlarga ham tavsiya, keyin o'zimiz ham hozir shunga harakat qilyapmiz, proyektlarimizga sujetni video qilish. Более-менее hozir odamlarga уже charchadi odamlar. Odamlar уже charchadi, faqat sotib ol degan narsadan odamlar уже charchadi. Endi bunga qanaqa yechim qilsak bo'ladi yokida bu narsani qanaqa aylanib o'tsak bo'ladi? Odamlarni o'sha voqealikka kiritish. Mahsulotni voqealikka olib kirishdik. Shunaqa, misol uchun oddiy hayotda, misol uchun kundalik hayotda bo'ladigan narsalarni sujetni video qilib olib chiqish. O'zimiz ham proyektlarga Bu narsa men o'zim yaqinda mana bugun ham syomkaga bo'ldim. O'zimizni realniy proyektda shu narsani qilishni boshlagan. O'zi bundan avval boshlaganmiz o'zi. Bu narsa o'z natijasini beryapti. Misol uchun hozirgi metrikalarga, misol uchun targetdagi hook rate'larga, hold rate'larga, misol uchun CTR'lar oshgan. Ancha yordam beradi. Bu narsa ancha sezilyapti. Bu narsa misol uchun sizlar ham ko'rib bemalol ishlatishinglar mumkin 2025-yilda bu narsa ancha yaxshi ishlayapti. Sobir qarab, dizaynerlik tarafdan qarasa, videoda, umumiy kreativda, targetingda kreativning o'rni o'zi qanaqa? Xo'p, mana shu tajribam davomida kelib chiqib aytaman. Tajribam davomida targetologlar bilan yoki mana shu marketing sferasidagi odamlar bilan ishladim. Xo'p, targetologlar misol texnik jihatdan nimani hal qilib berishadi? Ya'ni mahsulotni qanaqa auditoriyaga va kimga ko'rsatish aniqlab beradi, to'g'rimi? Hop, endi video va kreativlar nimani hal qilib beradi? Hop, video va kreativlar mana shu mahsulotni yoki xizmat turini odamga bo'lgan hissiyotini uyg'otib beradi. Ko'pchilik biznesmenlar o'ylaydiki, men o'zim tovarimni prosta olib chiqishim kerak, men tovarimni sotib oling degan video bilan sotuvni targetolog oshirib bera olmaydi. Tajribam davomida bu narsaga ko'p guvoh bo'lganman. O'zimiz ham proyektlarga iloji boricha, masalan, qaysi proyekt olindi, qanaqadir sport tovarmi yoki qanaqadir xizmat turi olindi. Mana shu narsaga iloji boricha biz biznesmenning o'zini kreativini ko'rib chiqamiz, tahlil qilib chiqamiz. Biz qilmoqchi bo'lgan natijaga bu kreativ qanchalik to'g'ri keladi. To'g'ri kelmaydigan bo'lsa, biz taklif beramiz. Даже taklif bermasdan ham o'zimizni target kreativlarni yasagan vaqtlarimiz bo'lgan. Ko'p biznesmenlar xato qiladi, mana shu joyda kreativni prosta mana Instagramdagi postlarimni olib qo'yaver. Yo'q, siz mana shu mahsulotni sotmoqchisiz, mana shu mahsulotingizni mana bunaqa auditoriyaga sotmoqchisiz. Va shu videograf bilan kelishasiz, ssenariyist bilan kelishasiz. Mana shu auditoriya uchun qanaqa hissiyot bersam bo'ladi. Kreativda asosan ana shu mahsulotni yoki xizmatni shu insonga hissiyotini yetkazib berish kerak. Qolganini targetolog kerakli auditoriyaga o'zi topib yetkazib beradi. Keyin mana hozir ko'p narsani sezyapmiz o'zimiz anaqada, real loyihalarda ishlab kelayotgan paytimiz. Kreativni o'zidan, misol uchun auditoriyaning kimligini yokida narx segmenti qanaqaligini bemalol o'sha yerda filtr qilsak bo'ladi. Misol uchun bu narsani mana SMS maqsadida yoqadigan bo'lsak, bu bilamiz, bu lead maqsadiga ko'ra SMS ga filtr qo'yish sal kamroq bo'ladi. Bu leadda filtr ko'proq bo'ladigan bo'lsa, asosiy SMS maqsadida ishlaydigan bo'lsak, bu yoqda fokusni nimaga qaratamiz? Kreativga. Aynan videoda bizani narx segment qanaqa yokida aynan biz nima sotamiz? Mana shunaqa narsalarni hozir videolarda qo'shib ketishga harakat qilamiz asosan shu narsalar. Yana bitta aytaman, yaqin orada bo'lgan narsa, короче, bad mahsuloti keldi. Sizning xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. Kechasi ishdan kechishni oldim. Bad mahsulotini prosta qo'yishgan, stol ustiga telefonda rasmini olishgan. Bizga tashlashdi. Yetyapti, bolalar yetyapti. Mana shu narsaga targetga post qilib berildi. Bundoq qarabman, rasm sifatsiz, yaxshi olinmagan, noprofessional, xullas, noprofessional narsa.
nima qildik? Bizda даже logotip yo'q ekan bu narsani. Logotipni noldan chizib chiqdik post uchun. Post uchun logotip kerak bo'ldi. O'sha mahsulotning faqat korobkasi bor. Korobkasidan просто rasmga olishgan. И всё. Men o'ylayman, bu narsani rasmda nima qilib yetkazib bersak bo'ladi. Rasmni ko'rib просто scroll borishadi. Yo'q. Biz nima qildik? Logotipni noldan yasadik va o'sha bat mahsulotini ochib beradigan kreativni noldan adashmasam 3 xil variantdan yasab chiqdik. Bitta rasm. Bundan keyin-da rasmda уже keyin sotib ham bo'ldi shu narsani. Hurmatli targetologlar, hurmatli biznes egalari, bu gaplarimiz bilan sizlarga qanaqadir aql o'rgatish yoki-da nimadirlarni isbotlash niyatimiz yo'q. Biz shunchaki hozir umumiy tajribamizdan, mana shu hozir bozor tendensiyasidan kelib chiqib, hozir gaplashdik, suhbatlashdik. Agar bu narsadan o'zingizlarga qanaqadir manfaat yoki-da foyda olgan bo'lsanglar, hop, bizda xursandmiz. Misol uchun hozir biza aytayotgan gaplarni o'zimiz proyektlarda, loyihalarda ishlatib kelyapmiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, keyin yana keyingi sonlarida yana ham kreativlar bo'yicha chuqurroq, keyin iloji boricha aniq raqamda keyslar bilan olib chiqib, sizlar bilan baham ko'rishga harakat qilamiz. Marketingda muvaffaqiyatli reklama qilish uchun faqatgina targetingni o'zi bilan cheklanib qolmang, o'ylangan va kreativga asoslangan videolar va dizaynlardan foydalanishingizni ham tavsiya qilib qolamiz. Shunday ekan, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarni kuzatishni davom eting.